Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men tövəndə esli saqlash va uningga ta'sir ko'rsatadigan omillar to'g'risida qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Minglarning diqqat berishini umid qilaman. Esli saqlash, uchurga erishish, saqlash, davom qilish va uni keyin ishlatish uchun qayta eslash jarayonlari bo'lib, 3 cho'ng jarayonni o'z ichiga oladi. Birinchi kodlash, ya'ni egallagan uchurlarni miyada saqlag'ili bo'ladigan shaklga o'zgartirish jarayoni bo'lib, bu uchurning to'g'ri saqlanishda bek muhim. Ikkinchisi saqlash, ya'ni uchurni saqlash. Kodlangan uchurlarni miyaning munosabatlik o'rnlarda saqlashni ko'z tutadi. Uchinchisi qayta eslash. Miyada kodlashtirib saqlangan uchurni qayta ifodalash jarayonidir. İnsanlarning esli saqlash iqtidori o'rgangan yoki boshdan kechirgan barliq uchurlarni saqlash va ularni qayta asliga keltirish iqtidorini o'z ichiga oladi. Undaqda insonlarning ma'lum voqelikka bo'lgan xotirasi qanday shakllanadi? Mutaxassislarning qarashicha, insonlarning ma'lum voqelikka bo'lgan xotirasi inson ko'rgan ma'lum voqelikning o'zidan emas, balki o'zi ko'rgan u voqelikni qayta tasvirlash orqali paydo bo'ladi. Mundaqcha aytgan vaqtida inson ma'lum voqelikni ko'rgandan keyin u voqelikka nisbatan eng oxirida xotir bo'lib esida qolgani u voqelikning aynisi va yoki u voqelikka bo'lgan tunji qitimliq tasvirlash bo'lmasdan, balki eng ko'p qayta takror tasvirlashdan shakllanadi ekan. Ya'ni mundaqcha aytgan vaqtida biz ma'lum voqelikni ko'rgan vaqtimizda u belgilik bizga ta'sir qilishi mumkin. Andan keyin shu voqelikning jarayonini mushu miyamizda qayta tasvirlash orqali ondan bizda xotir shakllanadi. Agar bu voqelikni ko'rgandan keyin bu voqelik miyamizda qayta tasvirlanmasa, bu voqelik bizda xotir qolmaydi, ya'ni butunlay unutilib ketamiz. Agar ma'lum sabab tufaylidan biz bu voqelikni qayta eslaganimizda, bu voqelikninki tafsili konkret jarayonlarga nisbatan miyamizda bir tasvirlanish bo'ladi. Bu tasvir qancha qaytalangansa, bu bizninki xotir bo'lib shakllanishimizda shuncha muhim rol o'ynaydi. Mundaqcha aytgan vaqtida qayta tasvirlangan jarayon oldida xotir bo'lib qoladi. Andan keyin bu tasvirlanish jarayonida, har qitim tasvirlanish jarayonida bir qism voqelikninki konkret jarayonlari o'zgarib mangadi. Chunki biz maqsadsiz holda o'zimizninki xotirasidagi shu bo'shliqni to'ldirishga tirishimiz. Bu to'ldirish jarayonida yuz bergan ayni voqelikka o'zimiz bir xil yangidan tasvirlash paydo qilamiz. Bu asldagi voqelikdan farqli bo'lishi mumkin, lekin bu bizning shu voqelikka nisbatan shakllangan xotiramiz hisoblanadi. İnsanlarning ma'lum voqelikka bo'lgan tasvirlarda dastlabda eng ko'p o'zgarish bo'ladi ekan. Ya'ni mutaxassislarning qarashicha, mushu voqelikni ko'rgandan keyin eng dastlabki mezgilda eng jiq o'zgarish bo'ladi ekan. İnsanlar voqelikning tafsilotining bir qismini unutib, uning o'rniga o'zlari to'g'ri deb qaragan tasvirlashlarni to'liqlab qayta takrorlagandan keyin turaqliq bir tasvirlash shakllanadigan. Ya'ni takror
qayta takrorlangan bir tasvirlanish shaklida ekan. Ondan u mangulik xotira bo'lib saqlanib qoladi ekan. İnsanning turaqli xotirasi shakllanish jarayonida shundaq bir bo'shliq bo'lg'achqa insonlarni maqsadsiz holda xotirasidagi u bo'shliqni to'liqlab turdi ekan. Shu sababdan insonlar xotirasida oson xatolik paydo bo'ladi ekan. İnsanlarninki saqlash shu qobiliyatiga ta'sir ko'rsatadigan omillar qaysi degan vaqtida tövəndəki bir neçə amil shu bizningki saqlash qobiliyatimizga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Uning birinchisi bir qism dorilar, ya'ni bir qism dorilarniki biz agar diqqat qilsak, uningki aks ta'siri degan yerda shu saqlashga ta'sir ko'rsatish ehtimolliklari yiziqliq bo'lishi mumkin. Ikkinchisi bir qism kasalliklar, men bu qaysi kasalliklarningki saqlash ta'sir ko'rsatganligini keyingi betda azroq to'xtalib o'tmoqchi. Uchinchisi uyqu, yetarlik uxlayolmaslik, ya'ni uyquninki sifati nachar bo'lish, uyqu yaxshi bo'lmagan vaqtidami bizningki saqlash qobiliyatimizga ta'sir ko'rsatadi. Aroq bo'lib ko'p aroq ichishning o'zi saqlash qobiliyatiga ziyonliq. 5-si zərlik chekimliklar, 6-si shakar, ya'ni shakarni ko'p iste'mol qilishmi ba'zilarning qarashicha insonlarningki saqlash qobiliyatiga ta'sir ko'rsatgan. 7-si badan ig'irligi, ya'ni bak semiz odamlarningki saqlash qobiliyati nisbatan nachar bo'ladi ekan. Men yuqorida shu saqlashga ta'sir ko'rsatadigan omillarni tilga olgan vaqtimda uning birinchisida shu bir qism dorilar deb o'tgan edim. Undaqda bu saqlashga ta'sir ko'rsatadigan dorilar qaysi dorilar degan vaqtida bu saqlashga ta'sir ko'rsatadigan dorilarningki doirasi nihoyat keng bo'lib, turlari har xil bo'lib, men ularni tövəndagidek 10 xil kategoriyaga yig'inchoqlab chiqdim. Birinchisi shu tashvishlanishni davolashga ishlatadigan dorilar, ya'ni ro'y kasallikdagi tashvishlanish kasalini davolashga ishlatadigan dorilar. Ikkinchisi kolesterolni, ya'ni qondagi kolesterol moddasini to'valtishga ishlatadigan dorilar. Bu dorilarning aks ta'sirida shu saqlashga ta'sir ko'rsatadiganligi ma'lum. Uchinchisi tutqoqlik kasalini davolashda ishlatadigan dorilar. To'rtinchisi tushkunlik, ya'ni xomushlik kasalini davolashda ishlatadigan dorilar. Beshinchisi mast qilish xarakterlik og'riq pasaytish dorilari. 6-si Parkinson kasalini davolashda ishlatadigan dorilar. 7-si yuqori qon besimini davolashda ishlatadigan dorilar. 8-si ba'zi uyqu dorilari. 9-si sudik to'xtatolmaslik kasalini davolashda ishlatadigan dorilar. 10-si allergiyaga qarshi dorilar. Bu shu 10 xil kategoriyadagi dorilarning doirasiga kiradigan ko'plagan dorilarningki aks ta'sirda shu saqlashga ta'sir ko'rsatadiganligi ma'lum. Shunga bu shu saqlash ig'ir ta'sirga uchragan kishilar bu dorilarni ishlatishga zarur bo'lgan vaqtida bu tarafga alohida diqqat qilishi kerak. Men yuqorida saqlashga ta'sir ko'rsatadigan omillarga to'xtalgan vaqtida uningda bir qism kasalliklar deb o'tgan edim. Undaqda qaysi kasalliklar shu saqlashga ta'sir ko'rsatadi degan vaqtida birinchisi Alzheimer kasali, ikkinchisi devanglik kasali, uchinchisi saktar, to'rtinchisi tushkunlashish kasali, beshinchisi bosh zaxmlanish, 6-si ming qon tomiri to'silib qilish, 7-si böbrek, jigar, qalqonsimon bazda bo'ladigan kasalliklar. Bular odatda shu saqlashga alohida ta'sir ko'rsatadigan kasalliklar hisoblanadi. Undaqda biz saqlashni
qandaq qilgan vaqtimizda esda saqlashni yaxshilig'ili bo'ldi degan vaqtida esda saqlashni yaxshilashninki tövendagidek usullari bor. Birinchisi jismoniy harakatni izchil davom qilish. Yani bizning badan chiniqtirishimiz orqali yolg'iz bu badanning immunit kuchini, ya'ni kasallikka taqobil turish kuchini oshirib sog'lom yashashga kapolat qilg'ili bo'libli qolmasdan balki bizning esda saqlashimizni yaxshilashga alohida foydasi bor. Ikkinchisi ro'yi jihatda aktiv bo'lish, ya'ni tushkunlashish, xomushlik ashundaq kasalliklardan xoli bo'lish, ro'yi jihatda aktiv, umidvor bo'lish. Uchinchisi doim ijtimoiy aloqa qilish, boshqalar bilan munosabat qilish, yolg'izlikdan saqlanish, boshqalar bilan munosabat qilgan vaqtimizda bizningki mingimiz uzluksiz g'ida qilinib turdi, tafakkurimiz oshidi. Shu orqali esda saqlashnimi yaxshilig'ili bo'lishi mumkin. To'rtinchisi ritmlik va ratlik bo'lish. Mush turmushda bo'lsin, mayli xizmatda bo'lsin, ritmlik, ratlik bo'lishning o'zi esda saqlashga alohida foydasi bor. Beshinchisi yaxshi uxlash, ya'ni uyquning sifatiga kapolat qilish, yaxshi uxlash. Men uyqu to'g'risida so'zlagan vaqtimda uyqu jarayonida menga bir kunda o'rgangan shu bilimlarni qaytadan ratlab chiqadi deb o'tgan edim. Shunga bu uyquning yaxshi bo'lishi bizning esda saqlashimizni yaxshilashda nihoyat muhim rol o'ynaydi. Oltinchisi sog'lom oziqlanish. Yettinchisi ost xarakterli kasalliklarni bo'libmi bak yuqorida deb o'tgandagidek shu esda saqlashga ta'sir ko'rsatgan kasalliklarni vaqtida davolab bartaraf qilish. Bular shu esda saqlashningki esda saqlashni yaxshilashning usullari hisoblanadi. Endi bu rasmda ko'rayotganinglar shu esda saqlashni yaxshilashga foydasi bo'lishi mumkin deb qaralgan yemakliklar, masalanga shu har xil qattiq mig'izliq yelimishlar, masalan yong'oq, mig'iz degandagidek qattiq postiliq shu yelimishlar, anandan keyin boshqa yelimish yoki ko'ktat, anandan keyin kofe deymiz, shu shokoladningmi shu esda saqlashni yaxshilashga foydasi bor deb qaraldi. Anandan keyin shu biliq bo'lib salmon biliqi, uningdan boshqa bu rasmda ko'rayotganingdek bir necha xil yelimish va ko'ktatlar. Alayda tilga ilib o'tadiğini, ya'ni birisi shu uruk qiqi. Bumi esda saqlashga foydasi bor deb qaralgan yelimishlar. Bir qism dorilar shu esda saqlashni yaxshilashga foydasi bo'lishi mumkin deb qaralmoqda. Bularning ichida men burunqi leksiyarimda so'zlab o'tgan shu melatoninniki shu esda saqlashni yaxshilashda alohida roli borligi o'tirib qo'yilmoqda. Bu vaqtda yaponlik tibbiy olimlari tadqiqot ilib borgan bo'lib, ularning natijasiga asoslangan vaqtida melatoninniki shu esda saqlashni yaxshilashda belgilik roli bor ekan. Undan boshqa shu omega 3 may kislotasining shu esda saqlashda ma'lum roli bor deb qaralmoqda, lekin bu aniq bir jazmlashgan bir yakun emas. Ba'zilar uning roli bor deb qarasa, yana ba'zilar uning roli yo'q deb qaramoqda. Lekin shu Alzheimer kasalligi giribdor bo'lganlarga buningki belgilik unum borligi ma'lum. Anandan keyin bu vitamin E'ningmi gerçi esda saqlashga va Alzheimer kasalining paydo bo'lishining oldini olishga jiq foydasi bo'lmasimi, biroq
Alzheimer kasalligininki taraqqiy qilish sur'atini ostiltidi deb qaralmoqda. Albatta bu deganlik bu vitamin E'ninki as saqlashni yaxshilashda alohida unumlik deganlik emas. Faqatla bir qism tadqiqot natijalariga asoslangan vaqtida shu vitamin E'ninki Alzheimer kasalligiga giribdor bo'lganlarning kasal ahvolining taraqqiy qilishni sal ostilatganligi ma'lum. Albatta bu jihatda yana texmi ko'p tadqiqotlar ilib berishga ehtiyojliq. Undan keyin vitamin B12 ginseng deganlarningmi belgilik shu as saqlashni yaxshilashga belgilik roli bo'lishi mumkin deb qaralgan. Lekin bulargami o'xshamagan kishilarningki o'xshamagan qarashi bo'lib, birlikka kelgan yana o'rtaq yoki aniq bo'lgan bir yakun yo'q. Faqatla bir ehtimollik bor deb o'xshamagan kishilarniki qarashida ba'zilar uni bor deb qarasa, unum bor deb qarasa, ba'zilar unum yo'q deb qaramoqda. Men faqatla qarindoshlarniki bir foydalanish uchun bu o'xshamagan qarashlarni qarindoshlarga sundim. Endi bu Kolumbiya universitetiniki shu as saqlashni yaxshilashadigan mahsulotlarga bo'lgan qarashi nima degan vaqtida hozirga qadar endi ko'plagan mutaxassislarniki bu as saqlashni yaxshilaydigan shu saqliqni saqlash dorilarga nisbatan hech qandaq bir bundaq aniq isbot yo'qligini, shunga u as saqlash uchun u saqliqni saqlash buyumlarini iste'mol qilishniki hech qandaq ahamiyati yo'qligini o'tirib qo'ygan. Men yuqorida deb o'tganlar faqatla bir xil o'xshamagan kishilarniki chiqargan ba'zi tadqiqotlarniki natijasi bo'lsa-mu, lekin uningda yana yetarlik shu isbotlarning yetarlik emasligi, yana uningki unuminiki ba'zilarda ba'zi unum bo'lganda qilgan bilan ko'pincha odamlarda unum yo'qligi, yana bir as saqlashni yaxshilash maqsadida undaq dorilarniki ishlatishniki jiq ahamiyati yo'qligini o'tirib qo'ygan. Harvard universitetidagi mutaxassislarmi o'xshashla bu as saqlashni yaxshilash uchun hech qandaq bir saqliqni saqlash buyumlarini iste'mol qilishniki hojat yo'qligini, undaq bir xabarlarning, ya'ni undaq ba'zi bir tadqiqot natijalariniki yetarlik isbotining yo'qligini o'tirib qo'ygan. Bu Harvard universitetiniki mutaxassislarniki ko'z qarashi. Yana bu yerda as saqlash uchun dori emas, balki men yuqorida deb o'tgandek shu badan chiniqtirish degandek har xil faoliyatlarni yetarli qilgan vaqtida yoki bo'lmasa ba'zi as saqlashga muhim bo'lgan oziqlarni, moddalarni dori orqali emas, balki men yuqorida deb o'tgan oziqlarni, yalimishlarni iste'mol qilish orqali erishgili bo'lganligi yoki u orqali to'liqlagan vaqtida bu as saqlashni yaxshilash maqsadiga yetkili bo'lganligi, uning uchun bundaq dorilarni iste'mol qilishniki hojat yo'qligini o'tirib qo'ygan. Bugungi bu as saqlash to'g'risidagi leksiyani men bu yerda oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berib anglag'aninglarga ko'pdan ko'p rahmat. Xayr xo'sh, Xudoga omonat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Kelaqtim ko'rishayli.